Mening o'ylaydiganim hamda birinchi jihatimiz yo'qolib ketmasin deganim hamda bunda bizning kichikimizdan davomlashib kelgan an'anamiz bo'yicha hamda lekin men bizning Qashqarniki an'anaviy ishlar men bilsam zada cho'qim zad ediganda bir-biridan nom bilan bir choyni zada yeydigan ya ichib oladigan shu masalan ham shu choy quyish jihatimi choy ichish jihatimi men o'zim hozir voy choychi aqko'k anda degan bilan buningda maylaqa choyni quydigan maxsus bir odam bo'luvchi bu qanday odam deganda biz bunday qilamiz men motal tushunib ketmayotgan maylaqa qo'lning kapi va deb qo'ygan u nima gapkan balkim qo'l tatliq degan ma'noni bildirgandir. Bundan emmeling o'kibir salom qilish. Ash xaridani kuni kayfiyati qo'yib. Dastlabda chayxana ochgan chaqda men gapning jangini qilsam, ancha bek qiziqmaganman. Masalan, buningki hamda asosiy maqsadi hamda kerim manbasi bo'lgan. Kerimbek to'g'an bo'lgan ekan. O pul tepish tas. Qanday jinimizni boqamiz degandek ishlar bo'lgan shunlardan. Biz dastlab ochgan chaqda choyni o'tirbek ozdi. Masalan, bir xil ya ikki xil degandek. Ayniqsa ham shu sayohatchilik o'chog'ida kelib tursa, sayohatchilik kelib tursa, sayohatchilikga qanday choy bor desa gapning jimi. Birinchidan til jihatdan, ikkinchidan shu bilan qilgan savdo munosabat jihatdan jiq qiynalib ketgan. Keyin to'xtab bu bo'lmaydi ekan deb izlangandan so'ng bilak choyxonadagi masalan boshqa materiallardan ko'rib yurib choyning turini olib undan xanzovcha inglizcha ikki xil yoziqda yozib uni maxsus bir tizimli qilib tuzib lekin ma choyxona yo'qolib ketsa, choy ichish yo'qolib ketsa, yosh bolalar choy ichmaydi, so'qoqlik ichimlikni ichaverdi. Avo 40-50 ichgan chaqda aning bolalari endi nima ichidi, uni tasavvur qilishdi. Shunlashqa choy madaniyati, choyxona bu mush ishlar yo'qolib ketmasa, mushta choyxonalarni yana ichilsa yoki mush uzun muddat an'anaviy yo'qolib, buzilib ketmasa, choychilik davomlashaversa, shu madaniyat yo'qolib ketmasa deganman. Endi ikkinchi nuqtada elib aytgan chaqda asosiy qilib boyam degandek shu cho'nglar munosabat qilishda hamda bo'lib o'zimizdan beklam cho'ng dadamizdek hatto bovimizdek odamlarimizga hamda munosabat qilgandan keyin buningda ashulaga hamda nayt ig'ibis bilan munosabat qilib ashulaning kaylaqa yaxshi so'z nasihat ashulaning beshida o'tgan kechgan ishlarni anglab ashulaning tajriba saboqlarini azto'li yakunlab shu jihatdan men eng chong ta'sir qilib to'xta asli bu yaxshi ishga bizga jiq jihatdan ashulning har bir ig'iz gibi bizga birdan bilim bo'ladi ekan.